Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 9-oyning 13-kuni chorshanba. Tövəndəlikdən xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitay Mərkəzi xəbər toruning 9-oyning 12-kundagi xəbərdə deyilishicha, Xitoyning Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan bir qanchasi Qashqar shahrida iqtisodiy va savdo hamkorlik almashtirish yig'ini o'tkazgan va bir qancha muhim tur imzolagan. Muşayning 10-kuni Qashqarda yerlik va xalqaro afzallik to'g'risida birlikka kelgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq davlatlar iqtisodiy hamkorlik, ashyo obrati va sanoat unilishini ilgari surish va O'rta Osiyo rayonining iqtisod va savdo hamkorligi, atalmish bir balvoq bir yo'lning o'rtaq qurilishi va bir balvoq bir yo'lning sifatli taraqqiyotini ilgari surish to'g'risida o'zaro hamkorlik almashtirish yig'ini o'tkazgan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning Osiyo Tinch okean bozoriga kengayishidagi muhim rayonlardan biri bo'lgan Qashqar shahri Xitoyning G'arb va O'rta Osiyoga kengayishidagi oltin rayon bo'lib, bu 8 davlat bilan chegaralangan va Osiyo bilan Yevropani o'zaro tutashtirgan. Yig'in jarayonida Xitoy hamkorlik tashkiloti hay'ati a'zolari Qashqar rayoni Osiyo, Janubiy Osiyo, G'arbiy Osiyo va Yevropaga tutishadigan xalqaro muhim koridor ekanligini ifoda qilib, Shanxay hamkorlik tashkiloti Ipak yo'li bo'yidagi Qashqar rayonini chegara halqagan elektronlik savdo bazasi qilib qurib chiqish maqsadida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan xalqaro savdo hamkorlik turi imzolagan. Bu jami 12 turga ayrilgan. Asosligi ashyo obrati, savdo hamkorligi, bojni qulaylashtirish va boshqa sohalarga munosabatli muhim turlar bo'lib, Xitoy Shanxay hamkorlik tashkiloti Sharq Turkistonning Qashqar shahrini xalqaro savdo markazi rayon qilib qurib chiqmoqchi ekanligini bildirgan. Xitoy Xinhua agentlik to'rining 9-oyning 13-kundagi xabarda bildirilishicha, 9-oyning 12-kuni atalmish Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Xingrui va atalmish Avtonom rayonning qo'rchoq raisi Erkin Tunyaz Urumchida atalmish Xinjiang xalqining yaponiyalik do'sti va madaniyat maslahatchisi Yasutaka Kojima bilan ko'rishgan. Yasutaka Kojima apandi o'tgan 40 yil mobaynida izchil atalmish Xinjiang rayonining taraqqiyotini ilgari surishga tuhfa qo'shib, atalmish Xinjiang ma'rifiy va madaniyat tashabbusining taraqqiyotiga kuchli yordam berib, Yaponiya xalqining atalmish Xinjiangga bo'lgan tonishini o'stirib, o'zaro hamkorlikning cho'nqirilishini aktiv ilgari surishga kuch chiqarib kelgan. Uchrashuv jarayonida Mashinri man Yasutaka Kojima apandining ilgarikiga o'xshash atalmish Xinjiangning taraqqiyotiga yordam berib, texnik qimmatli nasihatlarni qilib, atalmish Xinjiangning har qaysi korxonalarning taraqqiyotini ilgari surish va almashtirishni cho'nqirlashtirishiga texnik yaxshi rol o'ynashini umid qilaman va Yaponiya bilan bo'lgan hamkorlikning adaqqicha davom qilishini xohlayman deganlarni bildirgan. Yasutaka Kojima apandi so'zida o'zining yaqinqi bir qancha yilda atalmish Xinjiangning taraqqiyotiga ko'ngil bo'lib kelayotganligini hamda Xinjiangni Yaponiya jamiyatiga aktiv tashviq qilib va tunishtirib kelganligini va bu qatim atalmish Xinjiangning yerlik ma'rifiy va madaniyat taraqqiyotiga aktiv yordam berganligini o'ttirib qo'ygan. Yasutaka Kojima apandi uzundan buyon Yaponiya bilan atalmish Xinjiang o'rtasidagi do'stona almashtirish va hamkorlikni ilgari surishga aktiv yordam berib kelgan hamda ma'rif, madaniyat va madaniyat yodgorliklarini qazish va qo'g'dash xizmatlariga aktiv qatnashgan va atalmish Xinjiangni 150 qatimdan ortiq ziyorat qilgan. U bu qatimliq ziyorat jarayonida Urumchi san'at saroyi, muzey va boshqa madaniyat o'rinlarini hamda munosabatli maktablarni ziyorat qilib, Xinjiang madaniyat yodgorliklari va madaniyat munavvarlari mukofoti, atalmish Xinjiang universiteti o'qish mukofot puli va Ipak yo'li mukofot tarqatish murosimiga qatnashgan. Ham u ta'sis qilgan bolalar o'qish yordam puli va munosabatli xotirlash faoliyatlarini davomlashtirganligini bildirgan. U bu qatim Sharq Turkistonning janubiy va shimolidagi har qaysi shahar viloyatlarni ziyorat qilish orqali Sharqiy Turkistonning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini hamda madaniyat o'rinlari va madaniy yodgorliklarini tadqiq qilish va qo'g'dash haqida ko'plagan tadqiqotlarni olib borgan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.